Assalamu alaikum tordaşlar, yaxşımısızlar? Uyghur erki qırğınçılıq uçurawatıdı. Erki qırğınçılıq uçurgan millet zimin dep çıkıdı. Bizning hozir qosaq vaqtığalla, qosaq yemini qıldığalla vaqtimiz emasdi. Bütün dunyoga erki qırğınçılıq deganni e'tirof qildirgan shu siyosiy yo'llarga rahmatimizni bildirib, o'ltasak bo'lmaydi. Vatandan chiqirgan ovozlar anglanmayotgandi sizlarga. Boshqalar biz uchun ovoz chiqarsin desak, o'zimiz beshib turishimiz kerak. Biz özümüz tursak qalbini ko'ra alaymiz qarindoshlarım. Ba'zilaringlar to'g'ri chiqirib qo'yibsizlar vatanga zakotlarni ivatsak bo'ldi jig'oy dedi. Vatanga qandoq zakotni ivatkili bo'ladi? O'ylab beqinglarcha nima degan g'alati bir temalar deyman men. Ey boshqalardan biz shundoq og'irnimiz. Amerikani aqtidan ko'ktidan ba'zilarim. Amerika aktiga desa ash soskini imib ashining tayyorligini qilib yuryapsizlar. Yahudilarni aqti bizning dinimizning dushmani deb o'ngtatib bir narsalarni so'zlab yursizlar, lekin ashlarning cherkovlaridan jiqqan pullarni taqatsa bismillah deb yevatsizlar. Cho'shqa go'shini bismillah deb turib yesak halol bo'lamda, eshak go'shini yesak halol bo'lamda bizga. O'ylab beqinglar, siyosiy jihat butun dunyoda siyosiy sahnalarda har xil o'zgarishlar bo'ladi, inchik o'zgarishlar bo'ladi. Qallangiz ishlatib quloqlaringizdan tutsangiz bo'ladi aslida. Biz zimin deydigan vaqtimiz allanmaqacha yetib kelgan. Nishonsiz davoda 71 yil yurgandan hozir nishonliq holatda nima uchun biz shunday qirilyapmiz, nima uchun urug' tuqqanlarimiz shunday zulmni tortyapti deganni o'ylash beqib, ziminning egasi bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur shu ziminning egasi bo'lganligi uchun shunday qirilyapti. Bizning maqsadimiz ziminti, dardimiz ziminti deb qo'pishimiz kerak. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.